2 yil oldin yaqin do'stim vafot etdi. Bugun uning telefon raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Hech kutmagandim. Labay dedim. Kichik o'g'li ekan. O'ziga velosiped olib berishini so'radi. Xo'p bo'ladi, buni albatta olib borib beraman dedim va ortidan so'radim. Mening kimligimni bilasanmi? Bolakay shunday javob berdi. Yo'q, sizni tanimayman. Uyda dadamning rasmlarini tomosha qilib o'tirgan edim. Ular orasidan dadam bilan bir kishining rasmi chiqib qoldi. Rasm orqasida esa shu raqam va shunday yozuv bor ekan. Bolajonlarim, agar vaqti kelib biror narsaga ehtiyojlaring bo'lsa-yu, meni topa olmasalaring, shu raqamga qo'ng'iroq qilib aytinglar. Bu ham menman, faqat boshqa yerda yashayman. Hammaning ham shunday oqibatli do'stlari bo'lsin. Shun do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqil